Yaxshimisiz, intamoq yeysiz? Yaxshimi aka? Pul bormi? Bor. Qancha pul? 20 qo'y. 20 qo'y? Ha? Suqashchu? Suqash 10 qo'y. 10 qo'y? Ha? Allah, nima qancha pul? Lag'ma 15 qo'y. 15 qo'y? Ha. Unda olsa, hammani qo'shsa qancha pul bo'ldi? Hammani qo'shganda 45 qo'y. 45 qo'y? Ha. Hisobni ishlab oldim, rahmat. Xo'sh. Yaxshi tutilmisdan qanday tezlik? Yaxshi, sen o'chirasiz. Qog'ozdan bir talab biromi? Qog'ozmi? Oq qog'ozmi, qora qog'ozmi? Ya, uy ishlatadigan bunlar. Qog'oz. Quruq qog'ozmi, o'lmi? Quruq bo'lsin. Qoptiqmi yo qaltiliq qog'ozmi? Qanday qilib olsan? Chiqib beraman. Yomon. Bir talmi, ikki talmi? Bir tal. Arif kutib beraman. Bak. Dükkanda qog'oz qolmagan. Boshliq shu men siz diagnoz bo'yicha qilyapman-ku. Lekin o diagnozga to'g'ri biroq Ne bo'ldi? Men boshliqman-da, uni deydi, buni deydi, beshimni og'ritib. Bek zerikdim juma. Üçünüz aprayma. Birasma? Akılın atılsınız ne yapayım? Hey, Akila! Soran mısınız? Telefonumla çişlep. Sen yana müşteri kıldığın olsan ben sana doğru yap gület birime. Nima hamisha gippa o'tirmaysa cho'pchaq odam turib? Qandaq bir. Aqchan aşı vitamin C, aq quvvat dorilar yig'ilsa aqcha. To'liq so'zin jumasan shundaq bir. Sen meni qilolmaydi, italmaydi deb qaldingmi? Qarab tur, men sana doğru yap gület birime. Yo'q, aşk qilgansa, xinam yo'q, aşk qilgansa. Nima dori yig'ilsa madam ben bir anglab baqay. Şaşkın derisi, süverek derisi. Süverek derisi. Kelam yaş bas, elevden loptan doğru ama yani fayda kıldım işte vakitte. Sizin bu hayatda
bo'lgan eng muvaffaqiyatli ishingiz qaysi? Meningmi? Ha? Kichik vaqtimizda oyimiz pek namaratdi-da. Shu dadam dedi, o'g'lim, oliy maktabga o'tadigan ishing bo'lsa, mush uyda bir tal qozon setib bo'lsa, seni o'qitma, dedi. Shuning bilan siz muvaffaqiyatli holda oliy maktab o'tdingiz deylik. Qay, muvaffaqiyatli qoldi, qozon saqlab qoldim. 6 odam tomoq yegan qozon tursa bu.